Petlichkalarimni taqib o'tirib oldimmi, demak men sizlarga muhim narsalar haqida gapirmoqchiman. Diqqat bilan eshitinglar. Kamuflyaj texnikasi o'zi nimaga kerak, bizga kerakmi deb o'ylaydigan hamkasblarimiz uchun. Chunki bu yangilik, o'zbek tilida hali hech kim o'rgatib bermagan. Men o'zimga ham yangilik, o'rganganimga bir 3 oydan oshdi va ancha tekshirib ko'rib, o'rganganimdan keyin yaxshilab buni izuchat qilib bo'lganimdan keyin sizlarga onlayn master-klass o'tkazdim. Endi offlaynini qilmoqchiman. Juda ko'pchilik so'rayapti, qayerga ishlatamiz uni deb. Aynan oq sochlarni bo'yash uchun ishlatiladi. Oq soch o'sib qolganda, mamturoqqa tushganda yoki bo'lmasam tagidan baribir oq soch o'sib chiqib keladi. Biz oq sochni tabiiy yo'l bilan yopolmaymiz, faqat kraska bilan yopamiz. Kraska bilan yopganingizda, bilasizmi, men bitta 5-0 ga bo'yagan bo'lsangiz, keyingi safar to'qarib qoladi. Men bitta chiziq bo'lib qoladi, keyingi safar 4-0 qilasiz, keyingi safar 3-0 borgan sari to'qarib boraveradi. O'sha to'qarib ketmasligini oldini olish uchun aynan kamuflyaj texnikasi juda ham yaxshi yechim. Chunki nimasi bilan aktual? Biz okислительni yarmini o'rniga shago shampun solamiz. O'shaning uchun ham atamarniy kislorod kamligini hisobiga soch fon osvetleniyasi ochilib ham ketib qolmaydi. Oson kiradi sochga, bo'yaladi, lekin yuvilganda tarakan rang bo'lib ketmaydi. Chiziq bo'lib qolmaydi soch. Mamnunman, chiziq bo'lib qoladi-yu, o'shanaqa bo'lib qolmaydi. Mягкий bo'yaladi. Soch как будто tabiiy holatdagidek qoladi. Bu kamuflyaj na svetki, kamuflyaj na оттенок qilganingizda bir ohang bilan men o'zimning sochim ham shunaqa qilingan, blikovatsiya qilinganga o'xshab bir texnika terilganda qay ko'rinishda bo'ladi-da. Men bu texnika tergansiz, mekka tushib qolgan. Klient kelib sizga yana shuni mekka ko'tarib bering desa, masalan 2 sm o'sgan texnika terilgan sochga yana texnika terish xatoda. O'sha men bitga o'sib tushgan texnikani davomiga siz yana o'sha kamuflyajni оттенок qilib beradigan bo'lsangiz, texnika tepaga ko'tarilib qolganga o'xshab qoladi. Siz masalan qanaqadir texnika terdingiz, aytach, balaya, shatuj nimadir milirveniy qilganingizdan keyin ham sirazi kamuflyajni оттенок ildiziga qiladigan bo'lsangiz, va shikarni ko'rinadi. Men biz tik bor-ku, men bu oradagi chegaralar biz ayniqsa to'qroq aziyatskiy sochlarni falgaga solib ochartirganimizda men bu chegaralari bor, o'sha parashok surgan joyingiz bilan surmagan joyingiz orasida oranjiviy chegara qoladi. O'sha chegaralarni yopishga ham juda ham ideal variant. Agar siz shunaqa qilib yopadigan bo'lsangiz, kamuflyajni оттенок bilan nihoyatda shikarni ko'rinadi. Oralarida stiklar qolmaydi. Qilgan ishingizga qarab o'zingiz mazza qilib olasiz. Amatirviniy texnikasi bo'lsa, sizni ishingizni, sложное окрашиваниеңizni vaqtini qisqartirib beradi, xavotiringizni kamaytirib beradi. Bu narsani o'rganib, ishlatib ko'rganimdan keyin qanchalar mazza qilib ishlayib turganimni tasavvur ham qila olmaysizlar. Bu narsani albatta men o'zimning shogirdlarimga, hamkasblarimga tezroq o'rgatgim keldi. Bo'lmasam umuman rejamda boshqa narsalar edi, o'qishga ketishim kerak edi, boshqa ishlarim bor edi, hammasini atmay qilib qolaversa yana nimam qurilyapti, yangi salonim bitib qoldi, uni ustasini solishim kerak. O'sha ishlar bilan ovora bo'ldimda, keyin orada offline master-klass bo'ldi, onlayn ham qilgim kelib qoldi. Birdan kallamga keldi, boshlab oldim. Конечно, sizlar o'rganib olsalaring, buni orqasidan zo'r daromad qilasizlar. Ishlaring zo'r bo'ladi. Mazza qilib ishlaysizlar. Mana shuni sizlarga o'rgatishga qaror qildim. Juda ko'pchilik o'zi qayerga ishlatamiz uni deb so'rayapti. Kamuflyaj degani bu oq sochni tipa tonirovkasiga o'xshagan, lekin oq soch to'liq yopiladi, unda yopilmay qolib ketmaydi. Aytmoqchi bo'lganim, masalan 6% yoki 9% aksiyent bilan sochni plotniy qilib, bitta 0 yoki 2 0 kraska bilan bo'yaganingizda, o'sha quyuq bo'ladi, soch qattiq bo'lib qoladi-yu. Undan tashqari yuviladi. Klient uyga ketadi, boshini yuvgan sari sochdagi sovuq ranglar chiqib ketadi. O'sha siz kraska surgan paytingizda kraska kirib turib 6% yoki 9% aksiyent sochni natural igittasini 2 taga yoki 3 taga ko'tarib turib, keyin o'zi bilan oqargan rangda solgan bo'ladi. O'sha sovuq ranglar yuvilib ketishining natijasida sizda tarakan rang hosil bo'ladi. Oranjiviy, keyin yana qorayib stik bo'lib boraveradi, nihoyatda ham xunuk bo'lib boraveradi. Juda ko'pchilik o'sha oq sochlaridan aziyat chekadi. Klientlarimizga mana shu kamuflyaj texnikasini taqdim qilib, ularga shuni bo'yab berar ekanmiz, juda ham xursand bo'lishar ekan. Chunki bu o'zim boshimdan o'tdi. Men ko'rsatib, shuni qilib berganimda mendan juda ham minnatdor bo'lishdi. Bu safar boshqachami? Yumshoq, yengil qolganiga, rang tiqilib qolmaganiga, chegara qolmaganiga, hammasiga yoqib tushdi klientlarimga. Har tomonlama tekshirib, hamma tomonlama izuchat qilib bo'lib, ana undan keyin sizlarga o'rgatishga qaror qildim. Demak, bilasizlar, men hadibam offline master-klass qilavermayman, onlayn qilaman.
Bu imkoniyatdan foydalanib qolinglar. O 2 yil oldin qilganman. Chunki juda katta energiya sarflaysizda, katta potokda energiya ketib, keyin offline master klassdan keyin mazam qochib qoladi. O'shaning uchun qilgim kelmaydi. Вот, o'shaning uchun kelib o'qib olishinglar maslahat beraman. Yana bitta syurprizim, mendan qachondirki siz sertifikat olgan bo'lsangiz, menejerga tashlab bering. U sizga $50 bo'lgan master klass narxini 500 mingga tushirib beradi. 2 kunga o'qishga keladiganlarga qoradan chiqish kursi podarka. Ikkinchi kuni men kislotniy smyukkani amalda ko'rsatib bermoqchiman.